30 sekund Sharofiddinni, 30 sekund Shahbozni. Ikkita uslubda obzor olamiz, sanuzulni. Qani, birinchi men boshlayman, ketdi. Boshladik. Sanuzulimizni ko'rishingiz mumkin. Bidi, unitaz, dushovoy zona, rakvina 2 kishilik, bu yerda tahorat zona, kafildan trap yasab berganmiz. Burchaklarni ko'rishingiz mumkin. Mana akkuratni qilib berganmiz. Mana bu yerda dushovoy zona. Shariklarni kulolarini ko'rsatib beramiz. Dumaloq sidushka, polkalar, nisha, 4 ta Ammo oynalarga bitta like bosib qo'yasizlar, taroqlar bilan akkuratni ko'rinib turadi. Xizmatlar bo'lsa shaxtar servisga murojaat qilasizlar, gulonni ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar. Tugadimi? Xo'p, endi saniganing ukam, qani ketdi. Bo'ldi, davay, sen bosaman. Davay, ketdi. Bu sanzulimiz katta общий sanzul bo'ladi. Bu ikki xil kafil ishlatilgan, to'q kafil, och kafil. Bu yerga dush o'zini qo'yganmiz. Bunchaga dumaloq avalisi dushkalari bilan uklonlarni ketkazib berganmiz. Nisha, polka, passetkalari bilan. Bu yerda eng asosiy tahorat zona, neobычный bardorlari bilan ko'rdirib, chiqarib ko'rganasizlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ustidan zapravkani. Bu yerda qarashli effekt berganmiz, passetkalari bilan neobычный ko'rdirib bo'ladi. Tugadi. Lekin men novichokman, xo'p. Kimni obzori qiziq bo'ldi o'rtoqlar? Sharofiddinmi, Shahbozmi? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Aytgancha, Shaxtar guruhiga obuna bo'lib qo'yinglar. Yosh blogerlardan.